UzAuto Motors kompaniyasi ishlab chiqarayotgan mana shu Damas hamda Labo avtomobilini zavoddan chiqadigan kuzovdan narxlari nech pul? Kelinglar birgalikda ko'rib chiqamiz. Oldi shofyor tarafdagi eshigi $230. Passajir o'ng tarafdagi eshigi $150. Sizga radnoy detal orqa bagaj kerak bo'ladigan bo'lsa, buni narxi $380. Mana shu chap tarafda joylashgan orqa eshigi $270, o'ng tarafda joylashgan eshik bo'lsa $230. Damas radnoy detal ramas kerak bo'ladigan bo'lsa, buni narxi $1200. Общий kuzovda mana shu kuzovni short spravkalar bilan sotib olmoqchi bo'lsangiz, buni narxi $2250, 27 million so'm. Labo avtomobilni radnoy detallari kerak bo'ladigan bo'lsa, oldi eshigi $230, o'ng tarafdagi passajir eshigi $150. Siz mana shu bortini xarid qilmoqchi bo'lsangiz, borti sizga $450 ga to'g'ri keladi va albatta ramasini o'zi $1450, ya'ni 17 million so'm. Siz mana shu polni kuzovni short spravkalar bilan birgalikda olmoqchi bo'lsangiz, bu $2250, 27 million so'm bo'lar ekan. Avtomobil sohasida Andijondagi yangiliklarni bilmoqchi bo'lsangiz, kanalimizga obuna bo'lib, mana shu mashinalarni minadigan do'stingizga bu videoni jo'natib qo'ying.